Men aybdorman, men aybim. Suyan, sen tezroq ket. Oyi, xavotir olmang. Xavotir olmang, oyi. Bo'ldi. Sumin, sen shu korporatsiyasini menejerisan. Bu mehmonxona ham shu korporatsiyasiga tegishli. Nimadan qo'rqasan? Kerak bo'lsa shu janoblarini chaqir, bularni yer bilan yakson qilsin. Shanshan juda qaysar. Men ularni tezroq jo'natib olishim kerak. Eshitdinglarmi? Siz cho'kasiz, Shanshan 100 marta uradi, keyin ketasizlar, xo'pmi? Men Sumin. Sen aqldan oz deymi? Bunga o'zingiz majbur qildingiz. Men zo'rg'a shu darajaga yetdim. Yaxshi hayot qurdim. Nega menga yopishib oldinglar? Mendan nima istaysizlar? Sumin, qanday qilib bu gaplarni aytyapsan? Oyi, yolvoraman sizdan. Shanshanni aytganini qiling. Xavotir olmang, 100 marta urmaydi. 1-2 marta urib xumordan chiqsa bo'ldi. Oyi, chidavering. Oyi, iltimos qilaman. Bu ish tezroq tugasin, Xudo xayringizni bersin. Oyi, shuncha qiyinchiliklarga chidagansiz-ku, oyi. Sen mendan voz kechishga bordingmi? Bolam, bu qanday hol? Men Sumin. Sen hayvondan ham battar ekansan-ku. Meni haqorat qilishga nima haqqing bor? Men bu darajaga yetib kelgunimgacha qattiq ishladim. Shu sababdan shu yerda turibman. Men ham hayotda yaxshi yashagim keladi. Men Sumin, onamni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Hozir ta'zirini beraman seni. Men shu korporatsiyasining shaxsan shu janoblari tayinlagan menejeri bo'laman. Sendek landavur menga aql o'rgatishga haqqi yo'q. Aytdim-ku, agar siz cho'ksangiz, Shanshan 100 marta ursa, keyin qo'y boraman deb. Shu korporatsiyasining menejeriman degan. Hozir. Yo'q, bu nima qilganing? Sizlar ona bola menga faqat muammo keltirasizlar. Bittang o'lib ketgan eding, 20 yildan keyin qaytib kelib, meni xonavayron qilmoqchimisiz? Undan ko'ra yetim bo'lganim yaxshi edi. Sumin, biz axir jigarlaringmiz-ku. Jigarimish? Menga zarracha yordaminglar tegmadi. Faqat zarar keltirdinglar. Bunaqa jigarni boridan yo'g'i yaxshi. Qanday qilib bunaqa vijdonsiz gaplarni aytyapsan? Senga yordam bermadimmi? Sen qanday katta bo'lding? Bugungi darajaga qanday yetding? Albatta Bay oilasi sababli. Ular meni shu korporatsiyasiga ishga kiritishdi. Yuzlab buyurtmalarni berishdi. Sizlarchi? Sumin, nahotki shunday deb o'ylasang, men senga yomonlik qilmayman. Axir onayman-ku. Bo'ldi! Meni majbur qildinglar. Yaxshi, juda yaxshi. Taylo buyrug'ini yirtib tashlading. Yaxshilikni bilmas ekansan. Mendan o'pkalanma endi. O'zingdan ko'r. Sumin, tezroq shu janoblariga xabar ber. Kelib bularni adabini berib qo'ysin. Suyan, bo'ldi. Bu yerdan tezroq ket. Tortishma. Shu yerda qolib kaltagini yeyveraman. Oyi. Xavotir olmang, oyi. Bu yerda menga qo'l ko'tarishga hech kimning haddi sig'maydi. Men Sumin, sen o'zingni kim deb o'ylayapsan, ha? Men bo'lim menejeriman. Bay oilasining kuyovi, chet elda o'qigan mutaxassisman. Shu janoblari meni qobiliyatim va insoniy fazilatlarimni qadrlagan uchun shu lavozimdaman. Senga o'xshagan gado emasman. Qobiliyat, insoniy fazilat, sendek ko'rnamak noshukur odamda qanaqa fazilat bo'lsin? Agar seni ota-onasiga mehribon, oqibatli farzand deb o'ylamaganimda, bo'lim menejeri bo'la olarmiding? Sen men bilan gaplashishga loyiq ham emassan. To'g'ri. Bu sassiq tilanchining og'ziga kelganini valdirashni qaranglar. Kuyovimni tarbiyalashga nima haqqing bor? Chunki men shu korporatsiyasining prezidenti Chu Yan bo'laman. Hozirning o'zida seni lavozimingdan ozod qilaman va kompaniyadan haydayman. Sendek iflos odam shu korporatsiyasiga kirishga noloyiq. Kimni aldamoqchisan? Butun Tianshen biladi. Shu janoblari bu yil 60 yoshga kiradi. Umrbod uylanmagan va farzandsiz o'tgan. Sen qayerdan paydo bo'lgan haromsan? Endigina kambag'al onangni topib olib, endi boy ota qidirib qoldingmi? Aslida esa sen
boylikka o'chakansan. Shunday emasmi? Asl yuzingni ko'rdim. O'chir ovozingni. Tyumin, ikkalasi ham bir go'r. Bittasi firibgar, ikkinchisi tilanchi. Ikkalangiz ham bir-biringizga juda ham mos tushdinglar. Sizlarga o'xshagan kambag'allar bir umr xarobada yashash kerak. Odamlarni ko'zini bulg'ab, o'rtaga chiqmanglar. Yaxshilikcha tiz cho'kib uzr so'ra. Bo'lmasa, shu janoblarning nomidan foydalanganing uchun ustingdan arz qilaman. Qo'lingdan kelganini qil. O'lging kelyapti shekilli-a? Hoziroq korporatsiya rahbariga qo'ng'iroq qilaman. Keyin afsuslanib yurmanglar. Sen ovora bo'lma. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Chen Ronshen, hoziroq bir guruh odamlarni olib, Chutsi mehmonxonasiga yetib kel. Bay kompaniyasiga berilgan 50 millionlik loyihani ham bekor qil. Darhol bekor qil. Xo'p bo'ladi, shu janoblari. Hamma mashinaga. Haliyam rol o'ynayapsanmi? Bugun shu janoblar uchun kompaniyani ablahlardan tozalayman. Qo'riqchilar, bu ikkisini tashqariga olib chiqinglar. Shu janoblariga qarshi chiqishga kim jur'at etar ekan? Nima gap? Kim shu korporatsiyasi hududida to'polon qilishga jur'at etyapti? Janob Jao, xush kelibsiz. Kuta olmaganimiz uchun uzr. Hech qisi yo'q. Men bugun shu janoblarning nomidan 2 yoshga to'y sovg'asi olib keldim. 50 millionlik loyiha. Shu janoblari bu loyihani maxsus Bay kompaniyasiga sovg'a qildilar. To'yingiz muborak bo'lsin. 50 millionlik loyiha. Zo'r-ku, 5 yildan beri shu loyihani ololmay yurgandik. Oxiri nasib qildi. Shu merosdan ham qadrli xodim ekan. Shu janoblari shunday katta sovg'a yuboribdilar. Bu ikki tilanchi endi tamom bo'ldi. Shu korporatsiyasiga qarshi chiqish nimaligini ko'radi. Loyiha bekor qilingani haqida xabar olmading? Siz kimsiz? Janob Jao, mana shu odam hozirgina o'zini shu janoblari deb tanishtirdi. Onasi bilan to'polon qilyapti. O'zini shu janoblari deb tanishtirdi. Katta ketaveryapsan, ey. Rahbariyat buyrug'iga qarshi chiqyapsizmi? Shartnomani olib keling-chi. Menimcha bu yerda ishlash niyatingiz yo'q shekilli. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Bu kishi shu korporatsiyasining sho'ba korxonasi rahbari Jao janoblari. Maslahatim tiz cho'kib uzr so'ra. Mendan uzr so'rashni talab qilishga uning darajasi yetmaydi. Og'zingga qarab gapir. Hozirroq shu janoblarga telefon qilaman. U kishi kelganlardan keyin holingga maymunlar yig'laydi.